Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga. Har doimgidek sizlar bilan bugun Lutfullo Muhiddinov. Bugungi mavzuyimizda Malibu 2 avtomobil haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimizda Malibu 2 avtomobil haqida 10 ta qiziqarli fakt haqida gaplashamiz. Like bilan podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Qani ketdik. Hop, birinchi faktimiz. Narxi. Chevrolet Malibu O'zbekistonda taxminan 395,311,840 so'mdan boshlanadi. Ikkinchi faktimiz. Dvigatel va kuchi. Asosan 2 litr turbo dvigatelli bo'ladi va 253 ta ot kuchiga ega. Yoqilg'i sarfi. 100 km yo'lga taxminan 8,5 litr yoqilg'i sarflaydi. Bizdagi 3-fakt. Yukxona, bagaj ya'ni. Hajmi 520 litr. Bizdagi 5-fakt. Uzunlik va turi. O'rtacha o'lchamdagi avtomobil. Oldi g'ildirak orqali boshqariladi. Xavfsizlik uskunalari. Avtomobil 8 dona havo yostiqlari bilan jihozlangan. Ya'ni haydovchi, yo'lovchi, orqa yo'lovchilari, pardali, polga montajlangan havo yostiqlari va hokazo. 7-faktimiz. O'zbekistonda yig'ilishi. Ya'ni avlod Malibular SKD texnologiyasi, ya'ni yarim tayyor qismlar asosida Toshkentda yig'ilmoqda. 8-fakt. Transmissiya. Avtomatik gidromexanik uzatma qutisi. 6 bosqichli avtomat. Bizdagi 9-fakt. Avtomobil funksiyalari. Elektron barqarorlik tizimi ESP, tormoz kuchini taqsimlash tizimi EBD va ABC traksion nazorat va boshqa xavfsizlik va qulaylik funksiyalari bor. Bizdagi oxirgi, ya'ni 10-fakt. Komplektatsiya va uslubiy Malibu XL versiyasi mavjud. Uning tashqi dizayni zamonaviy klassik uslubda interior keng, obdon jihozlangan. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bilan podpisatsiya va komment yozib esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.